Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan ochniy bilan vecheniyni farqini gaplashamiz. Ochniy bu kunduzgi, vecheniy kechki ta'lim. Ochniyda har kuni borish kerak bo'ladi, vecheniyda kechqurun tabiiy tarzda. Uni farqida bo'lsa, birinchi ochniy gapiraylik. Prioritet eng ko'p ochniyda, ya'ni hamma fishkalarni ochniyda olsanglar bo'ladi. O'qishga kirgandan keyin hamma pluslar ochniyda bo'ladi. Vecheniyning o'zining ham pluslari bor. Ochniyning plusi bu yotoqxona. Garantirованный yotoqxona bo'ladi. Bir xilliga yetmay qolishi mumkin, baribir universitet yo'llarini qilib amallab beradi. Ikkinchi plusi bu har kunga o'qish bo'lgandan keyin kачество, ya'ni ta'limni sifati baland bo'ladi. Eng zo'r universitetda oldi prepodavatellari sizga dars beradi. Keyingi moment yana ochniyning yaxshi tarafi sizda tezroq tugatasiz. Ya'ni bakalavriat bo'lsa, vecheniyda 4,5 yilga borishi mumkin. Ochniyda 4 yilda tugatib qo'yasiz. Bir xillida двойной diplom beryapti hozir. O'sha imенно faqat ochniy uchun beradi. Двойной diplom, bitta diplom berish mumkin ochniy. Bir xil universitetlar уже berish boshladi. Keyingi moment ochniyda yana mabodo boshqa universitetga period qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha siz period qilmoqchi bo'lgan universitetda o'sha fakultet bo'lsa, по-любому ochniy bo'ladi. Eng ko'pi ochniyda, keyin zaochniyda, undan keyin vecheniyda bo'ladi yo'nalishlar. Shuni hisobga olganda, yana grant ochniyda har doim ko'p bo'ladi. Grant ochniyda ko'p bo'ladi. Magistrda agar ochniy o'qimoqchi bo'lsangiz, yaxshi tarafi har kuni borish shart emas. Haftada 2 marta, 3 marta 3-4 soatdan dars bo'ladi. Qolgan payti bemalol o'zingizning ishinglar bilan yursangiz bo'ladi, ofitsialni. Kстати, bakalavr bitirib O'zbekistonda yurganlar, O'zbekistondan kelib bu yerda bakalavr bitirib boshqa ishlarda ishlab yurganlar, o'zingizlar professiyalar bilan ishlamoqchi bo'lsanglar yoki o'qishlarni davom qilmoqchi bo'lsanglar, magistr Rossiyada vashi удобный. Chunki boshqa sohadan boshqa sohaga haligacha ko'p universitetlar olyapti. Yangi zakon chiqqan, o'sha sohadan o'sha sohaga kirish mumkin degan, lekin haligacha universitetlar bu narsaga ko'z yumayapti. Bu yaxshi. Chunki nedabor bo'lishini xohlamaydi. Plus еще grant joylar ko'proq har doim ochniyda. Ochniyda yotoqxona demang, grant, ta'lim shakli, sifati va tezroq tugatishingiz plus taraflari. Diplom естественно hamma joyga o'tadi. Vecheniyning farqi undan bu yerda ham pluslari bor. Xuddi ochniyga o'xshab dokumentatsiyani chozib beradi u ham. Ya'ni studentskiy bilan yursa bo'ladi. Plus kechqurun. Haftada 2 marta, 3 marta, 4 marta, 5 martagacha bo'lishi mumkin. Зависит от yo'nalish fakultetdan. Keyin yana vecheniyni onlayn shakli bo'lishi mumkin. Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida bor. Qolgan shaharlarda topsa bo'ladi, qiyinroq. Sankt-Peterburgda точно bor, Moskvada ham точно bor. Kechki ta'lim onlayn shakli, ya'ni bormasdan turib o'qiysiz. Xohlasangiz borsangiz bo'ladi, xohlasangiz bormasangiz bo'ladi. Именно o'sha yo'nalishdagi o'sha fakultetda o'zida именно xohlasangiz borsangiz bo'ladi, xohlasangiz bormasangiz ham bo'ladigan shunaqa shakli bor. Vecheniyning kontraktlari arzonroq 72 mingdan boshlanadi. Ochniyning kontraktlari hozir katta shaharlarga 250 mingdan boshlanadi eng kamida. Vecheniyniki 72 minglisi bor. Qolgani 100 ming, 110 ming, 140 ming mana shunaqa o'rtacha. Endi ko'rdik farqini. Nimani taklif qilaman men o'zim sizlarga? Yoshroq odamlarga ochniy, yosh kattaroq odamlarga vecheniy, просто oddiy, просто hammasi. Yoshroq bolalar vecheniy kirsa bo'ladi. Ko'proq kunduz ishlayman desa. Yosh kattalar ham ochniy kirsa qarshilik qilmaydi universitet. Просто o'zingizlarni oilaviy sharoitingizga, ishingizga qarab kelib chiqib, shunga qarab topshirib berasizlar. Hozir qabul ochildi 2026 uchun. Bemalol topshirsanglar bo'ladi. Sizlarni o'sha kutamiz, dokumentlar qabul qilishni boshladik chet el fuqarolari uchun. Salomat bo'linglar.